Minecraft'dagi eng xavfli versiya bu Error 422. Esingizda bo'lsa, millatdan avvalgi 2025-yilda men bu haqda video chiqargandim. Bugun esa men bu versiyani o'ynab ko'rishga qaror qildim. Ko'ramiz, bu qanchalik musol versiya ekan. Dunyoni yaratganimdan keyin birinchi bo'lib mana bu narsaga ko'zim tushdi. Lekin men bunga e'tibor bermadim va biroz daraxt chopdim. Nima? Meni boshim qayerda? Bu narsani esa qanday izohlashni bilmay qoldim. Keyin biroz toshga ulagancha uchayotgan kaktuslarga ko'zim tushdi. Lekin bunga ham e'tibor bermasdan konga tushib, temir va biroz ko'mir kovladim. Birozdan so'ng cho'lning o'rtasida lava ko'lni ko'rib qoldim va yaxshi niyat bilan portal qurilish ishlarini boshladim. Lekin baribir portalni qurib tugatdim. Endi menga kremniy kerak edi, yondirgalka uchun. Uni topish esa muammo bo'lmadi. Portalni yoqishga kelsak, uni ham amalladim. Bu qala qayerda qoldi, a? Nima? Kim menga bu effektni berdi? Qiziq. Undan keyin esa nima? Yo'q, hozirmas. Nima? Obbo. Lavaga tushib ketdim. Xullas, men bu versiyada o'yinni oxirigacha tugata olmadim. Lekin siz kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Bu versiyani esa men o'zimning Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. U yerga ham o'tib obuna bo'lib qo'ying. Xayr, sizlar bilan rolim bo'ldi.